Mana hozir mayda bo'ladiganda kim SSRning bayrog'ini ko'tarib chiqadigan bo'lsa, aynan yillar davomida SSRning bayrog'ini ko'tarib chiqib turganini olib borib qamash kerak. O'zbekiston qonunchiligiga zid mumkin emas boshqa. Bu O'zbekistonning suverenitetini tan olmaslikda bu tan hozir. olmaslik hisoblanadi. Endi bundan buyog'iga mana nima kelyapti? G'alaba bayrami deydi. Mana shunda kim qizil bayroq ko'tarib chiqadigan bo'lsa, javobini bersin. Bilsin qanday javob berishini. Hamid aka, keyin qarang, mana terroristik guruhlar shularni bayrog'ini ko'tarib yurish mana yomon. Chunki unga targ'ib bo'lib qoladi, odamlarda unga qandaydir reklama bo'lib qoladi. Buni hammamiz tushunamiz, his qilamiz. Mana shu SSR bu axir mustamlaka ramzi emasmi? Qizil SSRni o'sha bolg'a bilan o'roq ramzli bayroqlari, uning gerblari, u mustamlaka ramzi emasmi? Nega u bizda mana shunday xavotir uyg'otmaydi? Men buni birinchi qizil so'zi aslida SSRning bayrog'ida emas, balki Leninning dekretida tilga olingan. Qizil terror bu. qizil terror aslida. Ya'ni qizil so'zi birinchi huquqiy ko'rinishi bu o'sha terror bilan birga tilga olingan.